Soliq kodeksining 4-moddasi soliq to'g'risidagi qonunchilikning vaqt bo'yicha amal qilishi. Ushbu modda 7 ta qismdan iborat. Har bitta qism o'ziga xos normalar yuzaga keltiradi. Xo'sh, birinchi qism soliq solish. Agar ushbu moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, boshqacha qoida bor, uni quyida ko'ramiz. Soliq majburiyatlari yuzaga kelgan paytda amalda bo'lgan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi. Ya'ni soliq solish, agar siz 2022-yilda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, 2022-yil normalari bo'yicha soliq majburiyatlari bajariladi, soliq solishdan amalga oshiriladi. Soliq solish 2023 bo'lsa 2023-yil, 2024 bo'lsa 24, 2025 mana hozir faoliyat yurityapsizmi? Hozir mana soliq normalaridan foydalanyapsizmi? Hozirgi normalardan foydalanasiz. Bu umumiy qoida. Istisno holatlar mavjud. Bu moddani quyida ko'rib o'tamiz. Demak, keyingi yana bir narsani ta'kidlash kerak. Masalan, sizda audit tekshiruv bo'lsa, soliq auditi hozirda 3 yil orqani oladigan bo'lsak, 2022, 23, 24-yilni tekshiradigan bo'lsa, o'sha tekshiruv o'tkazilayotgan davrdagi qonunchilik normalaridan foydalangan holda o'sha normalarga siz amal qilganmisiz yo'qmi, o'shalarni tekshirishadi. Keyingi qism bu, agar ushbu moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, boshqacha qoidalar bor, soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari orqaga qaytish kuchiga ega emas va ular amalga kiritilgandan keyin yuzaga kelgan munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu nima degani? Soliq to'g'risidagi qonunchilik, yangi qonun, yangi norma chiqdimi, u undan keyin amal qilishni boshlanadi. Endi masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, Soliq kodeksining 266-1 moddasi, hozir ko'ramiz. 266-1 moddasi qabul qilindi, ya'ni soliq kodeksiga o'zgartirish qilib kiritildi. Mana ÖRQ 812-sonli qaror bilan va ushbu modda 2023-yil 1-yanvardan kuchga kiradi deb ta'kidlandi. Ya'ni odatda xuddi mana shunday bo'ladi. Qaror norma qabul qilinadi, qanaqadir kodeksni moddasiga o'zgartirish kiritiladimi yoki boshqa Vazirlar Mahkamasi qarori, prezident qarorlari qabul qilinadimi? Ular qabul qilingandan keyin yuzaga kelgan munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Shunga e'tibor bering. Bu asosiy qoida, umumiy qoida, ya'ni orqaga qaytish kuchiga ega emasligiga qarab, asosiy qoida orqaga qaytish kuchiga ega emas, qonun norma qabul qilingandan keyingi holatlarga, keyingi munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi. Lekin istisno holatlar bor, uni quyida ko'rib o'tamiz. Soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlikni bekor qiladigan yoki yengillashtiradigan soliq to'g'risidagi qonunchiliklar orqaga qaytish kuchiga ega. Mana qaysi qonunchilik normalari orqaga qaytish kuchiga ekanligini 4-moddaning 3-qismida aniq keltirib o'tilgan. Demak, bu yerda e'tibor qiladigan narsamiz qonunchilik hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlikni bekor qiladigan yoki yengillashtiradigan soliq to'g'risidagi qonunchiliklar. Ular qayerda ko'rsatilgan? Ular asosan Soliq kodeksining 28 va 29-boblarida keltirilgan. 28-bobni ko'ramiz. Bu mana soliqqa oid huquqbuzarliklar va ularni sodir etganlik uchun javobgarlik va 29-bobda soliq to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun banklarning javobgarligi. Mana shu ikkita bobda agar o'zgarishlar bo'lsa, bu o'zgarishlar orqaga qaytish kuchiga ega. Bu nima degani? Masalan, bitta misol qilib oladigan bo'lsak, 2024-yilning 29-mayida, mana hozir ko'ramiz, 927-sonli qaror qabul qilindi. 927-sonli qonun. Qabul qilindi. Unga ko'ra Soliq kodeksining 227-1 moddasiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni oldingi
normada mana bu yerda huquqbuzarliklar keltirilgan, ya'ni huquqbuzarliklar shu moddani o'zida bor. 227.1 moddasida, ya'ni fiskal belgilarni aks ettirish yoxud avtomatlashtirilgan hisobga olish o'lchov vositalari bilan jihozlash yoki soliq organlarining axborot tizimlari bilan integratsiya qilishni ta'minlash bo'yicha qonunchilikka belgilangan talablarni yoki tartibni buzish, shuningdek tovarlarni, mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar va sotuvchilar tomonidan identifikatsiya vositalari orqali majburiy raqamli markirovkalash qoidalarini buzish. Hozirda realizatsiya qilish amalga oshirilgan oxirgi hisobot choragida olingan sof tushumning 2% miqdorida jarimaga sabab bo'ladi. Ya'ni bu norma mana shu O'zbekiston Respublikasi Qonuni 927-son bilan kiritildi. Yangi o'zgartirish 2% ga tushirildi. Oldingi normasi xo'sh. Hozir oldingi normasi esimizda bo'lsa, bu oxirgi hisobot choragidagi sof tushumni jamisi olinardi. Bu yerda oldingi tahrir bu moddani to'liq olib tashlayapti. Demak, bu yerda ham 2%ligi va sof tushumning 2% ni tashkil etishligi ko'rsatilgan. Oldin ushbu norma 2% emas, to'liq oxirgi hisobot choragida olingan sof tushum miqdorida jarima qo'llanilishi belgilangandi va bu yengillashtiruvchi holat bo'lib 2% ga tushirildi. Endi bu nima degani? Mana qonun ko'rib o'tiribsiz, 29-may 2024-yilda qabul qilinyapti. Agar sizda mana shu 227.1 moddasida keltirilgan mana shu kamchiliklar, qonunbuzarliklar aniqlansa, ya'ni 2023-yilda kelgan aniqlansa yo 2024-yilning boshida to bu qonun qabul qilingungacha aniqlansa, soliq auditi davomida shunaqa qonun buzilish holatlari aniqlangan bo'lsa, unda sizda bu qonun qabul qilishidan mana shu sanadan oldin bunday holatlar qabul qilingan, shunday qonunbuzarliklar aniqlangan bo'lsa ham jarima miqdori sof tushumning, ya'ni hisobot choragida, oxirgi hisobot choragida olingan sof tushumning 2% miqdorida jarima belgilanadi. Garchi aynan o'sha davrda bu sof tushumning yalpi barchasi olingan bo'lsa ham, lekin bu yengillashtiruvchi holat bo'lganligi uchun, aynan jarimalarning kamaytirilganligi bo'lganligi uchun, javobgarlik choralarini yengillashtirgani uchun bu orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. Bunga asos mana shu biz keltirib o'tganimiz Soliq kodeksining 4-moddasining 3-qismi hisoblanadi. Keyingi qism soliqlar va yig'imlarni bekor qilishni, soliqlar va yig'imlar stavkalarini kamaytirishni, soliq to'lovchilarning majburiyatlarini bekor qilishni yoki ularning ahvolini boshqacha tarzda yengillashtirishni nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari, agar bu soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarida to'g'ridan-to'g'ri nazarda tutilgan bo'lsa, orqaga qaytish kuchiga ega bo'lishi mumkin. Bundan ushbu moddaning 3-qismida nazarda tutilgan holatlar mustasno. Ya'ni 3-qismi mana ko'rib o'tganimiz javobgarlikni bekor qiladigan holatlar, bular orqaga qaytish kuchiga ega. Bunda qonunda ko'rsatilishi shart emas, orqaga qaytish kuchiga ega va huquqbuzarlikni mana shu huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni bekor qiladigan yoki yengillashtiradigan holatlardan tashqari holatlar, ya'ni yengillashtiruvchi holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, soliqlar, yig'imlarni bekor qilinishi mumkin yoki ularning stavkalari kamayishi mumkin yoki boshqacha holatlarda mana shu soliq to'lovchining majburiyatlarini yengillashtiradigan va ularni majburiyatlarini umuman bekor qiladigan yoki yengillashtiradigan holatlar mavjud bo'lsa, bunda agar o'sha normativ huquqiy hujjatni o'zida orqaga qaytish sanasi, ya'ni masalan bugun qabul qilinayotgan bo'lsa 1 oy oldin, 2 oy oldingi sanadan amal qiladi deyilgan bo'lsa va bular o'sha oldingi sanadan boshlab amal qilinishi mumkin. Bunga misol qilib mana
Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Hozir O'zbekiston Respublikasining 785-sonli qonuni. Shu qonunga asosan ikkinchi moddasi 5-bandi. Bandi, ya'ni mehnat shartnomalari va fuqarolik huquqiy tusidagi shartnomalar bo'yicha olingan daromadlar 1 va 2-bandlarda ko'rsatilmagan boshqa daromadlar 12% ga tushirildi. Ya'ni bu yerda norezidentlarning soliq kodeksi 382-moddasi. Mana 382-moddasida norezidentlarning O'zbekiston Respublikasi norezidentlari bo'lgan jismoniy shaxslar uchun soliq stavkalari belgilangan. Bu soliq stavkalari 20% edi oldin, 20% dan 12% ga tushirildi. Mana 785-sonli qonundan 12% ga tushirildi. Oldin 20% edi. 12% ga tushirildi. Bu qonun qabul qilingan sana, mana qonun 26-iyul 2022-yilda qabul qilingan. Kuchga kirish sanasi mana 27-iyul 2022-yil. Lekin aynan shu qismning mana 7-moddasi 6-qismiga asosan aynan shu qismi 1 2 3 4 5 xo'sh, mana oxirgi bandi, 5-bandi qoidalari 2022-yil 1-maydan e'tiboran yuzaga kelgan munosabatlarga nisbatan ham tatbiq etiladi. Mana demak, qonun garchi iyulda qabul qilingan bo'lsa ham, 27-iyuldan kuchga kirgan bo'lsa ham, demak 2022-yil 1-maydan e'tiboran yuzaga kelgan munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi deyilyapti. Ya'ni bu yerda norezidentlar daromadiga solinadigan stavka 20%lik stavka 12% ga kamaytirilyapti. Bu ham yengillashtiruvchi holat va bu qonuniy hisoblanadi. Soliq kodeksini 4-moddasi 4-qismiga asosan aynan shunday normalarni qabul qilish belgilangan. Keyingi 5-qism yangi soliqlar va yig'imlarni belgilanishini nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kamida 3 oy o'tgach amalga kiritiladi. Soliq imtiyozlarini bekor qilishni, yangi majburiyatlarni joriy qilishni, soliq to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik choralarini kuchaytirishni yoki soliq munosabatlari subyektlarining holatini boshqacha tarzda og'irlashtirishni nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari ham xuddi shunday tartibda amalga kiritiladi. Ya'ni 3 oy o'tgach amalga kiritiladi. Bu og'irlashtiruvchi holatlar bo'lganligi uchun soliq to'lovchilar, umuman olganda biznes bunga tayyor bo'lishi, ya'ni qo'shimcha og'irlashtiruvchi holat degan nima? Qo'shimcha sizdan xarajat talab qilinadi. Shuning uchun 3 oy oldin ogohlantiriladi, ya'ni tayyor bo'linglar. Mana jarimalar miqdori oshyapti, yangi soliqlar joriy qilinyapti, yangi majburiyatlar joriy qilinyapti. Ular hammasi soliq to'lovchining xarajatlarini oshirishga sabab bo'lganligi uchun oldindan ogohlantirilyapti va bunday holatlarga tayyor bo'lish uchun vaqt berilyapti. Endi bunga misol qilib, shu 599-sonli qonunni sharhida aytib o'tgandik, ya'ni yangi kodeks, ya'ni yangi tahrirdagi soliq kodeksi qabul qilinganda ham undagi normalar 1-yanvar 2020-yildan boshlab qabul qilingan, imtiyozlarni bekor qilish normalari esa 2020-yil 1-apreldan boshlab qabul qilingan, 3 oylik muddat berildi. Mana shu yerda ham xuddi shu soliq kodeksining 5-moddasi normalari e'tiborga olingan. Bu hamma mana shunaqa og'irlashtiruvchi holatlar bo'lganda amal qiladi. Keyingisi 6-qism soliqlar va yig'imlar stavkalarini o'zgartirilishini nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari agar ularda kechroq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, ular rasman e'lon qilingan oydan keyingi oyning 1-kunidan e'tiboran amalga kiritiladi.
Demak, stavkalarning o'zgarishi odatda mana oktyabr oyida stavka o'zgartiriladi dedimi, keyingi oyning boshidan boshlab stavka o'zgaradi. Qanday soliq bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, 2023-yil 1-yanvardan HQS 12% ga tushirildi. 2022-yil dekabrdan adashmasam 20% dan 15% ga tushirilgandi. Endi yana bunga misol qilib aksiz solig'i summasi stavkasini aytadigan bo'lsak, u ham xuddi shunday, unda aynan qaysi sanadan boshlab amal qilinishi aytiladi. Odatda aksizda 289-sonli soliq stavkalarini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana filtrsiz sigaretalar bo'yicha 2025-yil 1-yanvardan 330 so'm, import qilinganda 1-iyuldan 340 so'm, mana shunday kechroq muddat ko'rsatilyapti. Bu oddiy hol. Endi bu o'zgarishlar odatda yil yakuni bo'yicha qilinadi. Yil yakuni dekabrda qilinadi va keyingi oy 1-yanvardan boshlab stavkalar qo'llanilishi boshlanadi. Mana 1-iyuldanligi kechroq muddat ham keltirilyapti 340 so'm qilib. Demak, soliqlar va yig'imlarning stavkalarining o'zgartirilishi nazarda tutuvchi deyilganda, bu yerda stavkalarning oshirilishi nazarda tutiladi. Agar stavkalarning kamayishi bo'lganda, u ham yengillashtiruvchi holat bo'lib, u ham orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi, qachonki o'sha normaning o'zida yozilgan bo'lsa. Demak, umumiy ushbu moddaning 5-6 qismlarida ko'rsatilmagan soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari, ya'ni umuman olganda qolgan soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari, agar hujjatning o'zida kechroq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Demak, bu umumiy qoida barcha normalar uchun taalluqli. Demak, soliq to'g'risidagi norma bo'ladimi yoki boshqa normalar bo'ladimi, qonunchilik normalari bo'ladimi, ular o'sha qabul qilingandan keyin, rasman e'lon qilingandan keyin kuchga kiradi. Endi bu 4-moddani shu barcha qismlarini ko'rib o'tdik. Endi bitta kichkinagina jadval qilganmiz, jadvalga sig'dirganmiz buni. Demak, bu moddani umumiy qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 3 ta qismga bo'lsa bo'ladi. Ya'ni mana shu soliq to'g'risidagi qonunchilikning vaqt bo'yicha amal qilishini, amal qilish to'g'risidagi normalarni 3 ta qismga bo'lsa bo'ladi. Bu birinchi qism umumiy qoida, ya'ni umumiy qoida shuki, soliq majburiyatlari yuzaga kelgan paytda amalda bo'lgan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi. Demak, siz qaysi 2025-yilda faoliyatni yuritayotgan bo'lsangiz, 2025-yil normalari bilan ishlaysiz. 2023da, 2024da ishlagan bo'lsangiz, o'sha paytdagi normalar bilan ishlagan hisoblanasiz. Endi orqaga qaytish kuchiga ega bo'lishi mumkin qandaydir normalar. Bular mana 2, 3, 4 qismlarda keltirilgan. Umumiy holatda orqaga qaytish kuchiga ega emas. Istisno holatlar 3, 4 qismlarda keltirilgan. Demak, 3-qismda soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlikni bekor qiladigan yoki yengillashtiriladigan holatlar orqaga qaytish kuchiga ega bo'ldi. Mana shunaqa normalar qabul qilindimi, ular albatta orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. 4-qismda soliqlar va yig'imlarni bekor qilishni, soliqlar va yig'imlar stavkalarini kamaytirishni yoki boshqacha tarzda soliq to'lovchining majburiyatlarini yengillashtiruvchi holatlar orqaga qaytish kuchiga ega, lekin aynan o'sha normativ huquqiy hujjatda bu narsa keltirilgan bo'lsa, agar unda hech narsa deyilmagan bo'lsa, masalan, stavka bekor qilindi yoki yig'im kamaytirildi, mana shunaqa narsa deb yozilgan bo'lsa, unda orqaga qaytish kuchiga ega emas. Unda aynan yozilgan bo'lishi kerak. Mana shu sanadan, ya'ni orqa sana ko'rsatilgan bo'lsagina orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. Endi normativ hujjatlarning qachondan kuchga kirishi haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda 5, 6, 7 qismlar kuchga kirishi. Demak, yangi soliqlar va endi bu yerda ham umumiy qoida bor. Umumiy qoida rasman e'lon qilingan kundan boshlab
agar unda kechroq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, rasman e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Yangi soliqlar va yig'imlarning belgilanishi, soliq imtiyozlarining bekor qilinishi, yangi majburiyatlarning joriy etilishi, soliq to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik choralarini kuchaytirishi yoki soliq munosabatlari subyektlarining holatini boshqacha tarzda og'irlashtirishni nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach, ya'ni 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Undan oldin kuchga kirmaydi. Qonun odatda bunday normalar qabul qilinganda uni o'zida belgilab qo'yiladi. 3 oydan keyin kuchga kiradi yoki aynan 3 oydan keyingi sana qo'yiladi. Demak, ikkinchi holat bu yerda soliqlar va yig'imlar stavkalarining o'zgartirilishi nazarda tutuvchi soliq to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari rasman e'lon qilingan oydan keyingi oyning birinchi sanasidan boshlab amal qiladi, agar undan ham kechroq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa. Demak, modda bo'yicha umumiy xulosa shu. Uni 3 ta guruhga bo'lib tushuntirishga harakat qildik. Rahmat e'tiboringiz uchun. Izohlarda qandaydir qo'shimchalar kiritish kerak bo'lsa yoki biror bir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Qo'shimchalar kiritish kerak bo'lsa izohlarda qoldiring. Rahmat ajratgan vaqtlaringiz uchun.